Cobalt avtomobilining MCM variantiga super mega skidka narxida 90 talik metan gaz uстановка qilib berildi. Shu gaz qo'yib bo'lmaydi degan gapni qayerdan olishgan uni bilmayman-u, lekin biz mana shadratib gaz qo'yapmiz. 90 talik metan gaz bilan old qismiga 4 pakalikni original jihozlar bilan uстановка qilib berildi. Eslatib o'tamiz, buning programma plashtkalari yo'q bo'lganligi sababli faqatgina kompyuter nastroyka bilan cheklanadi. Xo'p, qo'yilgan jihozlarimiz original Polsha brendiga tegishli Alex Optima Pico blok upravleniyasi uстановка qilindi. Elektron sistema, maptachik, suvdachik, kuchatligacha Polshaniki hisoblanadi. Fasilkamiz высокоскоростной original ADAX fasilka uстановка qilindi. Action kompaniyaning X reduktorlar bilan cho'tki qilib uстановка qilinadi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyani narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.